xona Yevro remontli kvartirani 41500 dollarga obzor qilib beramiz. Sergeli Index bozor orqasida Greenhouse Novostroykasida hujjatlar chiqib turibgan 38 kvadratli kvartirani egasi o'rnidan obzor qilib beramiz. Eshigimizdan shunday kirganimizda prixoshka, o'ng qo'lda mana joy shkaflar uchun joy tashlab ketilgan. To'g'rida bolalar yotoqxonasi, taxminan razmeri 3x3. Bu tarafda demoxotlari ham bor, bu tarafda mana akvariumlari ham bor. Bu yoqda mana zal qismi 4 ta bo'lim bo'lamiz, 4 xil ob'y ishlatilgan, juda chiroyli chiqqan laminatlari ham qimmatini yaxshisidan qo'yganlar. Bu tarafda mana oshxonasi, kuxna mebelyatsiyalari bemalol xontaxtada yoki stol-stulda choy ichib o'tirsalaringiz bo'ladi. Двухлитрный kotel gazda isitiladi, gazda ovqat qilinadi. Bu tarafda mana taxminan 0.8 ga 2,5 metrli balkoni bor, yopib tashlash kerak. Mana sanuzelni ko'radigan bo'lsalaringiz, sanuzel ham juda ideal chiqarilgan. Qo'shimchasiga ariston ham qo'yib qo'yilgan. Bu tarafga kir mashina qo'yiladi, steralka. Xohlasangiz pardada, xohlasangiz shishalikda, raskolatdan eshik qo'yasizlar. Narxi 41500 dollar faqat naqdga sotiladi, ipoteka kreditga berilmaydi. Pastda egasi nomerini qoldiraman, srochni bosadigan joyi kvartira juda o'zimga yoqdi. Pastdagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar.